Terbiyeletgaya şu Uyg'ur musulmonniki e'tiqodini, g'ururini, izzatini dafsanda qilib xorlatgaya. Men badım basam şu tushga apadi meni. Men ichiga kirdim. Kirsam, ichida ashundaq chitliq sim bor ekan. Men turmini ko'rib baxmadim, lekin ko'nglimda kirgan hamon bu turmikan deb o'yladim. Saqchilarning qo'llarida miltiq, tok kaltaklar bor ekan. Dastlabda shu 2 kun shu temir o'rindiqda 24 soat o'tirg'izib qo'ydi. Hatto bunday yotqizmadi. O'tirg'izib qo'ydi. Mana qulamni mushafetda mushta turma, mushafet turdi. Ko'zim yaga sedaqliq, mana ko'zim yaga sedaqliq. Qo'lni ayzmaydir, putam ishkal bor. Putamni ishkalni mishadan tömürniki bunda itildiği bunda yeri, yani basıda da mecbur seviyede. I am Mehmetcan Juma. I am in a Uyghur neighborhood in Istanbul. I came here to interview some Uyghurs who recently were released from re-education camps in China's Uyghur region. I want to find out what kind of treatment they received from the Chinese authorities while in detention in the camps. Sırtın qarsa o yıpıq tərbiyələş degan yerning zada qandaq yer ekanligini belgilab bo'lmaydi. Men uning oldidan necha qitim o'tgan. Uning undaq yer ekanligini men bilmabdi ekanman. Teshidan qarsa u Uyg'ur mahallariga o'xshash darvozalari, naqshlari, bog'cha va uzumtallari bor chiroyli uy. Hech kim uni tarbiyalash markazi deb o'ylamaydi. Hukumat u yerlarni bakla sir tutadi ekan. Atrofdagi qo'shnilar bilmaydi ekan. Ashundaq yerning borligini bilgan bilan zodi nega joylashganligini hech kim bilmaydi ekan. Tutush burg'i chiqargandan keyin menda gunohsiz bo'lgandan keyin men eng oxirida o'zimni ma'lum qilay. Qani qechib nega boraman? Qashqa yerim yo'q endi masalan. Pasportim kimligimga men asiga qulpini selib suratlarimni chiqib bo'lgandan keyin men amaliyotda menda hech qanday gunoh yo'q endi. Xuddi bir menlar bolalar biz bir yerga berib tamoq yeb keldi deganda ham men turmdan chiqib kirsam birisi do'kon qo'shnim, birisi savodishim, birisi burunqi balliq savodoshlarim, yana birisi bir tunishlarim, yana birisi bir og'aynimning dadasi. Sab atrofimizda tunish bilish. Bir faqat shu 10 necha odam orasida bir ikkisini taniyman-da. 3 kichikgina bir uy. Yana aslında bir tal odatdagi biz bir palas tashlab qo'yganlik. Shuning ichida 15 odam yotamiz endi. 15 odam. 15 odam 10 yazsak patmaymiz onunla. 15 adam şu bir yotqaylar putumuzga ko'yib sap qo'ysa yotqandı bana. Bir yotqanda yotgan 2 adam birisi-birimizga keynimizni qilib yotgan gap. Bizni hayvon tashviqotgan tashviqot. Bizni kiyim-kechaklarimiz maynatdi, purab. Hatto gondopaylar u haqoratdan ig'ir haqorat bo'lamdi bir inson uchun. Gondopaylar ash daraizani endi aniq ichib keldi-da. Bu tarafda bir darazi var, bu tarafda bir darazi var. O'xshamdaq 2 darazning nimasida, men darazni echib kelgan chog'da chapindan pis bilan biz ashunday burab aytganda biz o'zimizga bilinmaydi bu tabamlashib turgan bo'lgan ekan. Pis bilan burnini itib olib, engizam darazni ochadi-da. Biz o'zimizniki shu vaqtning o'zida naqada sesiq burab ketganligimizni shu chog'da men his qildim. Shunchalik haqoratli bo'lgan ish. Ettigine nan birdi, nan. Küçük şu nandan birini birdim de. O nan bilen bizge seytan dap koymaz. Endi şu aynı atap gelip getirdik yerde. Şu seyni yumastılla aşında na edemden eskilerini koydaş bezdik ki. Kutla leylap doğan. Onun da hiç kanda bir tem yok. Hatta bağ tuzlumu döküp atmayı edemden koydu ki. Şu seytan dep, şu seyne taşlagan su bilen nan bir tane. An çüşte gurucu eşeğiydi şipende. Gaye kattık su yok, gaye ısı ötep ketken aşağı. O tamamın süpütüyle hiç kendine kar yok şunu kendi. Ölüşümüzü kalaydı onun için. An keşte iki tane hornan, moma, ondan çay vitaş. Naqshimiz bor az, uni unutib qopdim. Tamoq yig'ilgandan keyin partiyani kuylaydigan naqshlarni o'qiymiz. Meyo Gongchandang, Meyo Shinjungo degandek naqshlardan birini o'qib yetib, andin tamoq yeymiz. Harlaşan bizden. Qiynaşan. 3 vaqt tamoqqa bir o'qilsadi, 3 vaqt tamoqqa yeni bir naqsi vaxan zo'cha.
Nakşı iki yedik ya. Tamam bitqa vaqtida ikkilisini o'qib. O'qiyolmasa obdaya o'qiyolmasa belek o'qira deb yana qayta o'qib o'lchamlik o'qimoq tamoq yemaysiz deb. Ularning muomalasi bak qo'pol. Bizga doim biz sizlarga ko'ngil bo'lib, sizlarni yomon yo'lga kirib ketmasin deb maktab ochdik. Bir kasal rayonga kirib qolganlarmi yuqumlandi. Buni bir davolash o'rni deb tushunsanglar bo'ldi. Bu doktorxonamiz sizlarga haqsiz yechib o'tildi. Har kun atdigan soat 8 dan kech soat 6 gacha o'rganish qilasizlar. Biz qachon qaytishga ruxsat qilganda andan qaytisizlar deydi. Shu dars o'tganimda. Dars o'tib, butunlay dinni ayblayotgan. Ularning asosli bir maqsadi bizni shu diniy asabiylikka qarshi turish, partiya hukumatniki men berganda ne'matdor bo'lish, qasam qildirib dars so'z yetkazib, hinda qilish bilan ana ularlar o'tadi. Yana bir kishi paydo bo'libdi ekan. U asosan millatlar ittifoqligi to'g'risidagi so'zlarni so'zlaydi ekan. Masalan, Xanzular bo'lmasa bizning bugungi Shinjang bo'lmaydi. Hozirgi taraqqiyotimizning hammasi Xanzular sababli bo'lgan. Bularning madaniyati intayin ilg'or bir madaniyat. Bizmi ashlarni o'rganishimiz kerak degandek mazmunda. Ovozni anglab o yerda tilovat qilgan, qoidalarni tip ananing qilayotgan zulmning ovozi andoq holat turib anglasangiz o'zimiz garchi zulmning ichida edi. Ama şu holatda anglasimi bir-birimizga qalab shunchalik o'hsinib ketamiz endi. Urtgan ish degani kuniga tayoq yetgan ish bor. Hatto shu Xanzular ishadiki, navbatchi Xanzu kadrlar ko'ngil mas'ulab kirib shuni ichiga. Mas'ulab kirib. Shu bir ikki kamerdagi ballarni ochib, ayna chiyqirtayotganga var. Onun içi yepig'liq olgan ekan, ovoz yenib kardolida. Anda chiqib ketgan. Ko'ngil aytish uchun anda. Ko'nglimga shu yerda tunji qitim o'lib ketsam bo'pti ekan degan xayol keldi. Mushu yerda jinim chiqib ketsin bo'pti ekan deb o'yladim. These and many other Uyghurs like them remain in Turkey, uncertain of their fate. They don't know if they'll ever be able to return to their homeland.